Akalar juda ham ko'pchiliginglar ko'rgansizlar, New Yorkda qoq markazida joylashgan shu buqani hamma rasmga tushadi, videolar qiladi, lekin nima ma'noni anglatadi, hech kim aytganini ko'rmaganman. Bu buqa 1989-yil Amerikaning fondoviy bozori inqirozga uchraganidan keyin o'rnatilgan, ya'ni iqtisodiy o'sish hamda fondoviy mustahkamlik ramzi deb ataladi. Muallifi Arturo Di Mojica o'zini, ya'ni cho'ntagidan $360,000 ga polностью bronzadan qilgan 5 metr uzunligi, og'irligi esa 3 tonna bo'lgan. Eng qiziq joyi, buni davlatdan, ya'ni hokimiyatdan ruxsat olmasdan o'zi kelib bir kunda o'rnatgan. Buni buqani mana shu bolaga o'xshagan va shu odamga o'xshagan har xil qizlar asbobini mina qilib silab o'tirishadi. Sababi nima? Sababi omad keltiradi deb o'ylashadi. Sizni fikringizni aytingchi do'stim, nima deysiz shu qilyapti turgan ishlariga odamlarni? Bahona qidirayotgan odam buqani tagiga yotib olib, buqanikini silab, erkak kishini omadi bilan o'ynashma deb o'tiraveradi. O'zi aslida omad bu seni yuraging va harakatingga bog'liq. Va bu buqadan tashqari buqani orqasidayoq Amerikaning juda ham bir tarixiy muhim obyekti bor ekan, ya'ni mana shu stol hamda bayroq. Bu narsani Sardor akamiz tushuntirib beradi. Xo'p, 1783-yil inglizlar mana shu ustuni yog'lab ketishadi. Tepaga chiqib bayroqni almashtirish olmasin deb. Va bitta odam tavakkal qilib turib ustiga chiqib Britaniya bayrog'ini tushirib o'rniga Amerika bayrog'ini ilishadi. Shu kundan boshlab mana shu ustundan boshlab Amerikaning mustaqilligi boshlangan bo'ladi. Amerikaning mustaqillik boshlangan nuqtasi ekan shu akalar. Biz mana shu yerdamiz.